Assalomu alaykum. Meni kanalimni kuzatib borayotgan barchaga ishqiboz bo'lgan, ekmoqchi bo'lgan o'rtoqlar, mana qaranglar, bu golubой yel. Hozir ko'pchilik archa ekyapti. Qanaqasini olay ekan deb o'ylaydi baribir tushunmagan odamlar. Archa otganda asosan nimalarga ahamiyat berish kerak? Eng asosiysi bularni ulangan bo'lish kerak. Ya'ni ulangan bo'lsa, har qanday ulangan archa keyinchalik chiroyli bo'ladi. Buni qayerdan bilsa bo'ladi? Mana tegidan. Mana ko'rsataman. Tegi qarasanglar, ulangan archa tekis bo'lmaydi mana bu qiyshayga. Mana mashtadan ulangan, mana ketgan semalar boryapti mana. Mana shunaqa kesib tashlash kerak golubой yelni. Qo'rqish kerak emas kesishdan. Qancha kessa ichiga o'sadi mana. Bu ham sekin uxlayapti, endi ochilishni boshlayapti. Yana nimalarga ahamiyat berish kerak? Mana shu golovkalarga ahamiyat berish kerak. Rovningga bo'lish kerak, qalin bo'lish kerak ekan. Mana buni ochilgan paytida ham ko'rsataman, xudo xolasa nasib qilsa. Bu hozir uxlayapti. Mana bo'yi 210 lami, 220 lami taxminan. Mana 8 yil bo'ldi bu. Bu sekin o'sadigan xilidan, italyanskiysa bu. Italiya bilan Turkiyada nima farqi bor deydigan bo'lsanglar, Turkiya ham baribir qanaqadir miqdorini Italiyadan oladi, o'g'irlaydi o'tdan. O'tdan olib kelib o'stiradi. Iqlimiga bog'liq deb o'ylayman endi, bu meni shaxsiy fikrim. Yanglishayotgan bo'lsam kechirasizlar. Endi mendan ham baribir buni yaxshi tushunadigan aqlli insonlar ko'p. O'zim bilganimcha. Turkiyaniki vlajniy havosi. Italiyada bo'lsa bizga o'xshagan sovuq bo'lib turadi, adashmasam. Shuni hisobiga Italiyan archalari bizning iqlimga moslashishga osonroq. Keyin baribir prochinroq ham bo'ladi. Mana shunaqa yonib o'sadi. Uyga ekib qo'ysa, mana shu turishi hozir buni $500. Mana. Bu borgan sari pul bo'veradi bu kattalari.